Nazokat. Muallif Bahorim. 21-qism. Har kuni telefon qiladigan, xabar yozadigan inson bugun yo'q. Lablarini biroz burishtirib, yig'lamsiradi Nazokat. Kechagina nima sovg'a beray deb o'tirgandi. Tushlik payti bo'lyapti hamki, bir og'iz tabriklamadi. Bekatda avtobus kutayotgan Nazokat tezlikda o'tib ketayotgan mashinalardan nigohini uzib, internetini o'chirdi. Umuman tabriklamasin, kerakmas. Kim? Stomatologmi yoki Dilmurod? Anora, cho'chitib yubording. Joyidan endigina turgan Nazokatni yelkasidan kelib tutgan Anora uni cho'chitib yubordi. Nega qo'rqasan? Aytaman doim, xayol suraverma deya. Xayol surib yuraversang, qo'rqoq bo'lib qolasan-da. Mayli, yura qol, darsga kech qolamiz. Ketaverasanmi shunaqa? Nima bo'ldi? Buni kim oladi? Sumkasidan quti chiqardi Anora. Nozliginam, nozligim, yaxshi ham mening dugonamsan. Seni dugonalikka tanlab adashmabman-ey. Tabriklayman tug'ilgan kuning bilan. O'zing xohlagandek baxtga erishib, doim tirjayibgina kulib yurgin. Qutidan shokolad va kumush zanjirni chiqardi Anora. Voy, rahmat anoshim. Kipriklaridagi ko'z yoshi yuziga dumaladi. Arziysan yig'loqiginam? Anora, bugun rostdan birinchi para yo'qmidi? Ha, rost. Jimjitlik qara, balki dars boshlanib ketgandir. Balki, sen birinchi kira qol. Nega? Voy, kir. Anora Nazokatni itarib xonaga kirgizdi va Nazokat kirishi bilan xonada shovqin ko'tarildi. Kursdoshlar yig'ilgan, 3-4tasini qo'lida shar. Tabriklaymiz Nazo. Rahmat. Yulduz emas oy ekansiz, go'zallikka boy ekansiz. Yo'q, aslida bunaqa. Nazo emas oy ekansiz, go'zallikka boy ekansiz. Yanachi rayhon hidlaringni yo'llarimga sep, kut meni har oqshom. Obbo, Abbos, qisqaroq tabrik yo'qmidi? Shoir Sharmandiy hech kimga gap bermay, gapga usta kursdosh yigit Abbosdan nimay gapirardi. Anora norozi lab burdi. Boshqa qiz ham gap qo'shib qo'ydi. Jim, men ham gapiray. Boyadan beri sen gapiryapsan-ku Abbos. Jim, Nazo, tabriklayman. Bilaman, sevgi muhabbatga allergiyang bor. Shuning uchun ham senga oq atirgul oldim. Ol, nega qarab qolding-ey? Rahmat Abbos, bu ham senga. O'zingdek shirinmas-u, Anoradek achchiqroq shokolad. Ahmoq, qarab tur, ma'mur akamga aytib seni adabingni berdiraman. Anora himoyalanmoqchi bo'lgan Abbosni sumkasi bilan urdi. Qo'rqib ketdim rosa, lab chetida kuldi Abbos. Nega meni asabimga tegaverasan? Bor, ket. Abbos va Anora bir-biri bilan ovvora bo'lib qoldilar. Fursatdan foydalanib, bir chekkada turgan Dilmurod Nazokatning yoniga keldi. Nihoyat menga ham navbat keldi-ey. Kelmasa yaxshi bo'lardi. Nega meni yoqtirmaysan? Yoqtirmayman deyolmayman-u, ammo suymagan insonga suykalaverishingiz, ya'ni menga yoqmaydi. Dilmurod, gapni qisqa qilaman. Meni tinch qo'ying. Sizni yaxshi ko'rmayman. Anorani ham bezovta qilmang meni so'rab. Buni iloji yo'q. Havo menga qanday zarur bo'lsa, sen ham menga shundaysan. Sensiz yasholmayman. Meni o'ldirmoqchimisan? Hammasi o'tib ketadi. Sevgisidan ajralib, ana, nechtasi yashab yuribdi. Men Xona eshigi ochilgani sabab Dilmurodning gapi bo'lindi. Dilmurodning gapi chala qoldi. Xonaga ustoz kirgani sabab hamma joy-joyiga o'tirdi. Dilmurod Nazokatdan ko'z uzmas, Nazokat esa buni sezmasdi ham. Xayollari parishon, dars nima bo'ldi bilmaydi. Bugun Nazoning tug'ilgan kuniligi sharofati bilan sizlarni mehmon qilmoqchiman. Abbos, shartmas, hijolat qilmang meni. Aslida men mehmon qilishim kerak-ku sizlarni. Nega hijolat bo'lasana? Behijolat yuraver. Bir mehmon qilsam, qilibman-da. Qurumsoq, nima ham olib berib mehmon qilarding? Anora ensa qotirdi. Sen men bilan gap talashma. Achchiq shokolad, sen faqat tomosha qil, nima olib berishimni. Yoki biz bilan borishingizga ma'mur akangiz ruxsat bermaydilarmi? Senga nima?
Qalay men olib bergan kaboblar. Barmog'ini yalab oldi Abbos. Qovoq solib o'tirgan Anoraga qarab. Molmisan? Chalpillama. Bo'ldi ye, ketaylik Nazokat, bayram tugadi. Ketamiz. Rahmat sizga Abbos. Arzib tashiysan Nazo, arzibgina tashiysan. Abbosni hazillari ham kayfiyatini ko'tara olmadi Nazokatni. Xomushgina bo'lib kafedan chiqdi. Nazokat, nega xafasan? Tug'ilgan kun qilmaganingami? Yo'g'a, o'zim xohlamadim-ku tug'ilgan kun qilishni. Unda nima bo'ldi? Dilmurod xafa qildimi? Yo'q. Voy, unda nima? Bilmadim. Stomatolog tabriklamaganiga xafasan topdim. Bilmadim. O'zi nimadirni bilasanmi? Bilmadim. Jinni, sen aniq Shahriyorni kutyapsan. Unaqa emas. Nega kutishim kerak? Uni mendan emas, ko'ksingda urib turgan yuragingdan so'ra. Tushundingmi? Tushunganing aniq. Men ketdim. Yana bir bor tabriklayman. Bu yerda ko'p o'tirmay bora qol, sen ham. O'ylama hech nimani. Anora ketgach, xiyobonda yolg'iz qolgan Nazokat uzoqlarga termulib, ko'zlarini yumdi. Qayerlarda qolib ketding, qizim? Kursdoshim Abbos qo'ymasdan kabob yegani olib bordi. Qizlar, yigitlar biroz o'tirdik. Xiyobonga kirdik. Anora bilan shunga kechikdim, oyi. Men biroz dam olaman. Hali kechlik qilgan erta-yu. Qizim, to'xta. Nima bo'ldi? Uyimizga mehmon kelgan. Sezmadingmi? Ya'ni mehmonmasu, tanishimiz. Kim, oyi? Nazokatni ovozi titrab chiqdi. Men oyijon, kutganmidingiz? Voy, shahzodam, qizalog'im. O'zi tomon yugurgan qizni quchish uchun yerga o'tirdi. 2 kun yo'q bo'lganingga sog'indim. Men ham sog'indim, oyi. Shu maktabga tayyorloving ham seni mendan ayirdi. Dadamlar qo'ymayapti-ku, bugun o'zlari xohlab olib kelib qo'ydilar. Hayronman, nega birga yashamaymiz? Dugonalarimni ota-onasi birga yashaydi-ku, sizlar esa birga emas. Yana biroz katta bo'lgin, bilib olasan albatta. Tezroq katta bo'lgim kelyapti. Nazokat javob bermadi. Xayoli shahzodaning dadam tashlab ketdi degan gapida. Kelibdi-yu, bir og'iz tabriklamadi. Oyi, oyi. Ha qizim, eshityapsizmi? Eshityapman. Amakimlar menga oyi olib kelishmoqchi ekan. Nima? Nazokat ko'zlarini yumib oldi-yu, tez-tez nafas ola boshladi. Shahzodaga savol berdi-yu, javobini eshitishdan qo'rqib turardi. Dadamni uylantiramiz deyishdi. Senga oyi keladi dedilar. Men esa menga hech qanday oyi kerak emas. Meni oyim bor dedim. Oyi, ularga ayting, tushuntiring, men borman deng. Bo'lmasa boshqa oyi olib kelishadi. Zorlanib gapirdi shahzoda. Qizim, sen buvingni yoniga borib tur. Men hozir kelaman. Havo yetishmay bo'g'ila boshlagan Nazokat yugurib hovliga chiqdi. Nima bo'lyapti senga, Nazokat? Nima? Uylansa, uylanibdi. Senga nima? Senga nima? Pichirlab qancha payt o'tirdi bilmaydi. Qarasa, yoniga oyisi kelibdi. Sezmabdi ham. Senga nima bo'ldi, qizim? Yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Shahzoda oyi olib kelishar ekan dedi. Rostmikan? Rostdir, bilmadim. G'alatisan, kayfiyating yo'q. Gapir qizim, mendan hech nimani yashirmasding-ku. Hech gap yo'q, oyi, xavotir olmang. Hali o'zi ham tushunib, anglab ulgurmagan tuyg'ularini aytishni xohlamadi Nazokat. Oysini xavotir olmasin deya xohlamasa ham majburlikdan kulgancha uyga kirdi. Kechki payt ovqatlanishlaridan oldin Nazokatga o'zi kutganini tan olmasa-da kutgan insoni qo'ng'iroq qildi. Nazokat, yaxshimisan chaqaloqcha? Yaxshiman, shukur. Tinchlikmi? Ovozing boshqacha. Nima, yig'ladingmi? Nega ham yig'lay? Bugun men uchun muhim kun bo'lsa, hamma yaqinlarim tabriklagan bo'lsa, yaqinlarim so'ziga urg'u berib gapirdi. Tegishtirib gapirganingni sezib qoldim-ku. Endi nima bo'ladi? Shahriyor, nimaga telefon qildingiz? Maqsadga o'ting.
Hozir 1 daqiqa. Aloqa birdan uzilganiga Nazokat telefonini stol ustiga tap etib qo'ydi-da, endi xonadan chiqmoqchi edi, telefoni qayta jiringladi. Shahriyor bu safar video qo'ng'iroq qilayotgandi. Nima kerak ekan yana? Ataydan javob bermadi. 3-martasida javob berdi, lekin kamerani yoqmadi. Kamerani yoq, Nazokat. Nega endi? Nima qilasiz bunaqa gaplashib? Qizimni ko'rmoqchiman. Mayli, unda hozir Shahzodani chaqiraman. Kutaman, tezroq chaqirgin. Qizim, oyingga sovg'amizni berdingmi? Qaragin, qovoq tumshuq qilib, chiroyi hali ham ochilmabdi. Oyim tortni ko'rmadilar. Endi ko'rsatmoqchi bo'lib turgandik buvim bilan. Qanaqa tort? Nazokat ota qizga hayron qaradi. Qanaqa tort bo'lardi? Bugun Nazokat degan qizni tug'ilgan kuni ekan-ku. Qizimni enagasi shu qizga tort qildirgandik. Doim Shahriyor tomonidan Nazosh deya chaqirilgan Nazokat qo'ng'iroq qilganidan beri Nazokat deyilganini sezmay qolmadi. Shahzoda qizim, sen oyingga tortni ko'rsatgan va meni nomimdan ham tabriklash esingdan chiqmasin. Oyim yonimda-ku, o'zingiz tabriklang. Ha, yoningda edi-ya, qara, ko'rmaganimni. Gapirishdan to'xtab, biroz taraddudlangan Shahriyor gapida davom etdi. Qizimni enagasi, tutingan oyisi Nazokatxon, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Ishlarim ko'payib ketganiga tabriklashga vaqt bo'lmadi. Esimda edi. Rahmat. Yaxshi o'tkazinglar tug'ilgan kunni. Meni muhim uchrashuvim bor. Xo'p. O'zing xohlagan munosabat, Nazokat. O'rtada chegara bo'lishini, masofa saqlashni o'zing xohlading. Meni faqat qizingizni enagasi deya biling deganding. Endi sen istagandek munosabatda bo'lsa ham chidolmayapsan. O'zi nima xohlaysan? O'zing bilasanmi nima xohlashingni? Menimcha yo'q, bilmaysan. Oyi, qutisidan chiqara qoling endi tortni. Xo'p. Avaylabgina tortni qutisidan olgan Nazokat tikilib qoldi. Tortda dengiz va suv parisi, yonida yigit tasvirlangandi. Lablarini titroq bosib, yuziga issiq suyuqlik sizib chiqdi. Chiroyli-ya, oyi? Ha, judayam chiroyli. Tortni kesishayotgan paytda esa tort orasidan uzunchoq va kichikroq quti chiqib keldi. Voy, bu quti nima qilyapti tortni ichida? Oching-chi, ichida nima bor ekan? Tortni kremini artib, qutichani tozalagan Nazokat ochdi va havorang, dengizdek mavjlanib turgan toshli zanjirni oldi. Bu ham dadamni sovg'asi, kuldi Shahzoda. Juda ham chiroyli ekan, juda. Shivirlabgina gapirgan Nazokat ko'z yoshlarini ohista qo'li bilan sidirdi. Aytganini qilibdi-da. Hovuz bo'lmasa ham dengiz tasviri bor tort qildiribdi. Suv parisi va yigit ham qolib ketmagan. Rostdan meni yaxshi ko'rasizmi, Shahriyor? Bir muammoli tarafi menda ozgina sizga nisbatan ishonchsizlik va o'zimdagi qo'rquvim. Men qo'rqaman oila qurishdan, sevgidan va hech kimga munosib emasligimni ham bilaman. Shahriyorni sovg'alardan ko'ngli yorishgan Nazokat xotirjam uyquga ko'z yumdi. Miriqib uxlabdi. Ertalab telefoni jiringlaganidan uyg'onib ketgan Nazokat soatga qarasa 8. Tez joyidan turdi-da, opasiga qayta qo'ng'iroq qildi. Assalomu alaykum, Sitor opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshiman, shukr. Nazokat telefonini ovozini baland qildi-da, hovliga yuzini yuvgani chiqdi. Nazira oyimni telefoniga tusha olmadim. Senga telefon qildim keyin. Bugun Shohruxni sizlarnikiga olib borsak, qarab turasizlarmi, degandim. Tekshiruvga borayotgandim Shahboz akam bilan. Bemalol opa, so'rab o'tirasizmi? Oy kuningiz yaqin bo'lsa, bemalol tashlab ketavering. Albatta qarab turamiz. Asalim o'zimni. Ikkilanganim Shohruh rosa tinib tinchimas bo'lgan. Sizlarni charchatmasin deyman-da. Hech ham charchatmaydi. Unda yarim soatlarda boramiz. Tashlab o'zimiz shifoxonaga ketamiz. Xo'p. Oyi, nega uyg'otmadingiz? O'qishga kech qolibman-ku. Shiringina bo'lib uxlayotganding qizim. Ozroq dam olgin dedim-da.
Dars deb necha kundan beri tuzuk uxlamaysan. Nazokat oyisiga Shohruxni ham tashlab ketar ekan opam dedi-da, o'zi kiyinish uchun xonasiga kirdi. Dilmurod atrofingda o'ralashmay qoldimi? Nima bo'ldi ekan? Tug'ilgan kunim kuni gaplashib qo'ygandim. Shundan beri ortiqcha gapirmaydi. Yomon tizladingmi deymanda, miq etmaydi-ya. Ha, yo'g'a, stomatologing ko'rinmaydi 2 haftadan beri. Nazokatni yarasiga achchiq qalampir surkagandek bo'ldi bu gapi bilan Anora. Oradan o'tgan 2 hafta ichida ichini olov yondirdi go'yo. Shahriyorni o'ziga oddiy enagiga gapirgandek gaplariga hech ko'nikolmay behalovat edi. O'zi xohlagan munosabat bo'lsa ham doimgi hazillariga o'rganib qolganigami yoki boshqa sababmi ichiga chiroq yoqsa yorishmasdi. Nazo, meni eshityapsanmi? Ha, eshityapman. Shahriyor nega yo'q? Ba'zi-ba'zida universitetga kelib turardi. Men qayerdan bilay, Anora? Men uni qorovuli emasman-ku. Voy-vu, bu jahl nega? Nimalar bo'lyapti o'zi senga? Bilmadim, Anora, bilmadim. Uzog'i bilan 2 haftalarda qaytaman. Hovlida yurgan Nazokat tanish ovozni eshitib, darrov ko'cha tarafga qaradi. Shahriyor telefonda gaplashib, mashina eshigini ochdi. Shahzoda tushgach, qayta yopdi-yu, suhbatini davom ettirdi. Men chetga ketsam ham joyimda odam bor ishlaydigan. Xavotir olmay, bemalol kelavering. Mayli, sog' bo'ling. Oyi, dadam ketyapti. Mo'ltillabgina qarab gapirdi Shahzoda. Qizim, tezda kelaman. Sen ungacha enaga opangni uyida yashab turasan. Nazokatga bir qarab olgan Shahriyor nigohini qiziga qaratdi. Ular mening oyim. Chetdan kelsam, bu haqida ham gaplashamiz. Endi katta qiz bo'lib qolding. Nima desam, aytganimni qilgin, aqlligim. Xo'p bo'ladi. Bu boshqa gap. Qizini sochini silab qo'ygan Shahriyor Nazokatga qarab bir zum jim turdi-da gapirdi. Nazokat, qizim senga omonat. Xavotir olmang. Ishondimi? Unda men Nazira opaning ham duosini olib chiqay. Onamdek bo'lib qolgan. Qizg'onsang ham baribir onangni yoniga kiraman, Nazokat. Mayli, dedi past ovozda Nazokat. Kunlar oqar suvdek tez o'tar, faqatgina Nazokatni nazarida umuman vaqt to'xtab qolgandek tuyulardi. Shahriyor ketganiga 1 haftadan oshdi. Nazokatga telefon qilmadi. Nazira opaga telefon qilardi Shahzoda bilan gaplashish uchun. Hoy, kim bor? Chiq uyingdan buzuqi. Oyi, kimdir keldimi? Nazokat shang'illagan ovozni eshitib joyidan turdi. Kechki ovqatga unagandi. Pichoqni qo'ydi-yu, oshxonadan chiqdi. Shoshma Nazokat, men ham sen bilan boraman. Ko'ngli noxushlikni sezgan Nazira opa qadamini tezlatdi. Chiq uyingdan. Darvozani gurs qilib urayotgan ayol ona va qizni ko'rdi-yu, zahrini sochishga tayyor ilondek o'qrayib qaradi. Nega baqirasiz? Nima bo'ldi? Sen Nazokatmisan? Ha, Nazokat. Senmi o'sha kichik buzuqi? Og'zim bor deb har nima deyavermang. Nazira opa Nazokatni oldiga o'tib, ayolga o'zidek o'qrayib qaradi. Qizim, sen uyga kirgin. O'zim gaplashaman bu xotin bilan. Senlardan so'rayman-da endi nima deb gapirishni. Onasi bo'lsang ayni muddao ekan. Ketasanmi yo'qmi? Bu yerga kelib shallaqlik qilma. Nazira opa ham sensirashga tushdi. Oyi, qizing, mana bu o'gay akasini qo'yniga kirgan buzuqingni yig'ishtirib olsang ol. Meni Dilmurod jiyanimga osilavermasin. Yig'ishtirib olmasang, mahallang tugul butun shaharda sharmandangizni chiqaraman. Bildim, so'radim, surishtirdim. Nima emish? Akasi bilan yoshlik paytidan yurgan emish. 15 yoshligidan o'gay akasini yo'ldan urib, hatto homilador ham bo'libdi. Yetar, ket bu yerdan. Men bag'riga kirmadim. Men unaqa qilmadim. Ayolni gaplari Nazokatni sal qolsa hushidan ketkazardi. Qo'shnisi kelib tutib qoldi. Ba'zi bir qo'shni ayollar tomosha qilib, g'iybatni boshlab yuborgan bo'lsa,
3-4 yosh kelinlar kelib, biri Nazokatni tutdi. Ikkitasi Nazira opaga shallaqa ayolni haydashga yordam berdi. Nazokat, bo'ldi, o'zingga kel, jonim bolam. Nazira opa, tez yordam chaqiraylik. Nafas olishi qiyinlashyapti. Chaqiring, chaqiring. Oyi, oyi, menga butun umrga ketmas bo'lib balchiq otilgan. U balchiq meni hech tark etmayapti. Hayotimni ifloslantiryapti. U sabab na seva olaman, na sevila olaman. Oila qurishni-ku xayolimni bir chekkasiga ham keltira olmayman. Butun umr baxtsiz yashagandan ko'ra o'lganim yaxshi emasmi? Oyi, oyijon, o'lishimga qo'yib bering, oyi. Nazokatni zo'rg'a tinchlantirdi Nazira opa. O'sha og'riqli kunlarini kimdir yuziga solib eslatsa, tobi qochadigan, yomon ta'sir qiladigan bo'lgandi. Yillar davomida bu holat takror bo'lgani sabab bu safargi esa Nazokatni ruhiyatiga salbiy ta'sir qilgandi. Tinchlandi, ammo miq etmasdi. Hatto yig'lamadi ham. Hissiz inson qiyofasiga kirgandi. Nazokat, nonushta qilib ol, qizim. Bomdodga turganimda yegandim, hozir yegim yo'q. Ketyapman, yaxshi o'tiring. Yaxshimisan o'zi? Bugun ham o'qishga bormay turgin, qizim. Yaxshiman, oyi, yaxshiman. Xavotir olmang. Anora, yaxshimisan? Nazokat ketgach, Nazira opa Anoraga qo'ng'iroq qildi. Yaxshiman, xola. Qizim, Dilmurod degan kursdoshingiz bormi? Ha, bor. Dilmurod haqida ma'lumot olgan Nazira opa telefon raqamini ham oldi-da, yigitga qo'ng'iroq qildi. Dilmurodmisiz? Ha, men eshitaman. Nazira opa savollarni berdi-yu, Dilmurodni tinglagach, ayb yigitda emas, xolasi va onasida ekanligini bilsa-da, yigitga qizimni tinch qo'ying dedi. Nazokatim yakki yolg'izim. Uning bir tomchi ko'zdan oqqan yoshiga-da chidolmayman. Uyingizdagilar siz ming sevsangiz ham olib bermaydi. Men ham qizimni unaqa oilaga bermayman. Shunday ekan, qizimdan uzoqroq yuring. Sizni yoqtirmas ekan, nima qilasiz suymagan insonga suykalib, yana qizimni boshiga tuhmat toshlar yog'dirib. Tushundim, xola, tushundim. Uzr so'rayman xolam nomidan. Borishlarini, janjal qilishlarini bilmagandim. Ular bilan o'zim gaplashib qo'yaman. Men Nazokatni tinch qo'yaman. U baxtli bo'lsa bo'lgani. Bunaqa bo'lishini, Nazokatni xafa qilishlarini ataylab qilmadim. Bugun tushlarimga kiribsan yo'qlab. Nahotki seni ham sog'inch uradi. Yurishim mumkinmi ko'nglimni to'qlab? Yurak sevarkanmi deya so'radi. Deydilar, bir kishi sog'insa seni oqshom tushlaringda mehmon bo'ladi. Demak, sog'indingmi? Kutdingmi meni? Ha desang, hayotim baxtga to'ladi. Bugun tushlarimda yurding aylanib, uyg'ongim kelmadi, ko'zlarim yopdim. Aqalli shu tushda yoring saylanib, chinakam bir baxtni shu tushda topdim. She'r muallifi Yasemin. Nazosh, bugun sen bilan jiddiy gaplashaman. Sabrim tugadi. Ha deysanmi, yo'q deysanmi, senga ega chiqaman. Yoningda men bo'lsam, ortiq seni hech kim xafa qila olmaydi. Hech kim. Shahriyor internetda o'ziga atalgandek she'rni o'qir ekan, joyidan turdi. Avval ishiga, keyin Nazokatning yoniga borishni reja qildi va yana bir yigitni yo'qlashni ham xayolidan o'tkazdi. 21-qism tugadi. Davomi bor.